zamon rivojlanib, gilamlarni uyda turgan holatda ham yuvish mumkin, lekin qaysi birlarini turgan holatda yuvsa bo'ladi, qaysi birlarini yo'q, hozir sizlarga aytib beraman. Joyda yuvish uchun maslahat berardim. Gilamlarni faqatgina mehmonxonalar yoki bo'lmasam ota-onalar spaniyadagi uylar va katta to'yxonalardagi gilamlarni joyda yuvsa bo'ladi. Bularni sababi birinchidan to'yxonalarda gilamni chiqarib bo'lmaydi. Chiqarib olib kelsa juda ham katta rasxodga tushib ketadi. Joyda yuvgan yaxshi. Ikkinchisi, ota-onalar spaniyadagi bu gilam polni yoyilgan bo'ladi, ustiga bitta divan qo'yilgan bo'ladi. Agarda gilamni olib ketib yuvadigan bo'lsa, mebelni polni bo'shatib va divanni yana qaytadan yig'ish bu juda ham katta rasxodga tushadi. Shu sababli joyda yuvilgan yaxshi. Endi qaysi turdagilarni joyda yuvmaslikni maslahat berardim. Bular bolalar yotoqxonasidagi va oshxonani, undan tashqari har qanday yupqa gilamlardi. Sababini aytaman. Baribir ham olib ketib, sexga olib ketib yuvilgan gilamlar sifati joyda yuvishdagi sifatidan ko'ra balandroq bo'ladi, chunki katta apparatlar baribir ishini yaxshiroq bajaradi. Oshxonaning gilamlari juda ham kir bo'lib ketadi, yog' bo'lib ketadi. Bolalar yotoqxonasidagi, umuman bolalar foydalanadigan gilamlar juda ham kir bo'lib ketadi. Bularni 100% toza qilmasa bo'lmaydi. Agarda gilamlaringizni olib ketish uchun ustida mebellar, katta jismlar bo'lmasa, chiqarib olishga oson bo'lsa, doim sexga topshirib yuborgan eng afzali. Agarda iloji bo'lmasa, bu narsa rasxod ko'payib ketsa yoki mebellar bosib qolgan bo'lsa, buni joyda yuvdirsa bo'ladi. Masalan, to'yxonalar yoki boshqa katta mehmonxonalardagi gilamlar shu qatorga kiradi.